Assalomu alaykum. YouTube'dagi darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestatsiya imtihoniga tushadigan savollarni ko'rib o'tamiz. Biz 12 ta bo'limni tugatdik, ya'ni algebra qismi 12 ta, geometriya qismi 8 ta bo'lim. Bugun geometriya bo'limini boshlaymiz. Ya'ni 13-bo'limdan boshlangan geometriya bo'lim burchaklar. Boshladik. Birinchi savol. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib x burchakning qiymatini toping degan. Rasmga qaraydigan bo'lsak, bizda BAK 110 gradus, TBF 150 va beshiktrisa ekanligi ma'lum ekan, ya'ni C beshiktrisa deylik, alfa deb olsak. Xo'sh, shunda DBF 150 bo'lsa, uni qo'shnisi 30 gradusga ma'lum. Mana shulardan foydalanamiz. Dastlab qarashimiz kerak bo'lgan uchburchak yozaman. Uchburchak BFC ga qaraymiz. Uchburchak BFC da ikkita ichki burchak yig'indisi, ya'ni alfaga 30 ni qo'shsak, uchinchi burchak tashqisiga teng bo'ladi, x ga teng bo'ladi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan uchburchak BAC ga qaraymiz. Uchburchak BAC da ham xuddi shunday ikkita ichki burchak yig'indisi, ya'ni 30 ga 2 alfani qo'shsak 110 gradusga teng deyman. Mana shu ikkita ma'lumotdan foydalanib x topib olamiz. Ikkinchisiga ko'ra 2 alfani topsak 80 gradus bo'ladi. Alfamiz 40 gradus ekan. Endi x ni topadigan bo'lsak, 30 ga alfani qo'shishimiz kerak, ya'ni 40 ni qo'shsak x teng 70 gradusga teng bo'ladi. Bu bizda birinchi savolimiz. Endi keyingi savolga qaraymiz. Ikkinchi savol. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib alfa burchak qiymatini toping degan. Xo'sh, AK balandlik ekan, C da balandlik. Demak, K nuqta balandliklar kesish nuqtasi, ya'ni o'rta markaz deb olishimiz mumkin, chunki ikkita balandlik kesishgan, uchinchi balandlik ham boryapti. Demak, BK ni ham davom ettirsak, bu balandlik bo'lib boradi. 90 gradusda. Xo'sh. Endi bunga ko'ra deylik BK ni davom ettirsak, BH bor ekan, BM balandlik bo'ladi deymiz. BM balandlik. Va bu yerdan qarashimiz kerak bo'lgan uchburchaklarni yozib olamiz. Birinchisi uchburchak BMC ga qaraymiz. Uchburchak BMC da C burchagimiz bizga topib olishimiz kerak. Ya'ni BCM burchak topishimiz uchun, burchak BCM topish uchun jami to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani hisobiga 90 dan 23 gradusni ayirishimiz kerak. Shunda BCM burchagimiz teng deymiz 67 gradusga. Endi keyingi uchburchakni yozaman. Uchburchak AHC ga qaraymiz. Uchburchak AHC da bu ham to'g'ri burchakli uchburchak. Burchak ACH ni topishim uchun ham nima ish qilamiz desa, 90 dan alfani ayiramiz. Chunki HAC burchak alfada belgilangan. Endi qaraydigan bo'lsak, burchak ACH bilan burchak BCM lar teng. Ya'ni 90 minus alfamiz 67 gradusga teng desak, bu yerdan alfa 23 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, ikkinchi savolda javob alfa 23 gradusga teng. Mana shu shaklda hisoblab qo'yishimiz kerak. Endi keyingi savolga qaraymiz. Uchinchi savol. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklardan 3tasining yig'indisi 260 gradusga teng bo'lsa, bu burchaklarning kattasidan kichigini ayirmasini toping deydi. Deylik, ikkita to'g'ri chiziq kesishdan qo'shni va vertikal burchaklar hosil bo'ladi. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng, vertikal burchaklar esa o'zaro teng bo'ladi.
Shunda uchtasini yig'indisi, deylik alfa, beta va alfalar yig'indisi 260 ga teng. Bizda alfa plus beta, ya'ni qo'shni burchaklarimiz yig'indisi 180 gradusga tengligi ma'lum. Xo'p. Shunda bu tenglikni ikkinchisini 2 ga ko'paytirib yuborsak, 2 alfa plus 2 betamiz 360 gradus bo'ladi. 2 alfa plus betamiz 260 ligi berilgan. Endi sistema qilib ayirib yuborsak, beta burchagimiz keladi 100 gradus bittasi. Ikkinchisi esa alfani topsak 80 gradus, ya'ni kichigi 80, kattasi 100. Endi kattasidan kichigini ayirmasini toping degan. Beta minus alfa. Ayirsak 20 gradus. Demak, javob 20 gradusga teng deymiz. 3-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 4-savol. Ikki to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan burchaklarning ikkitasini ayirmasi 20 gradus. Bu burchaklarning kattasini toping deyilgan. Deylik, ikkita to'g'ri chiziq kesishdan qo'shni va vertikal burchaklar hosil bo'ladi deyapmiz. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng, vertikal burchaklar esa o'zaro teng bo'ladi. Bu yerda qo'shni burchaklar ayirmasi, ya'ni kattasidan kichigini ayirsak 20 gradusga teng ekan. Bularni qo'shsak esa qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Mana shu sistemadan foydalanamiz. Sistemani qo'shib yuboradigan bo'lsak, ikkita beta teng 200 gradus, betani topsak 100 gradusga teng. Endi alfani topadigan bo'lsak 80 gradusga teng bo'ladi. Endi bizdan bu burchaklarning kattasini toping desa, kattasi beta bo'lyapti. Javob 100 gradus deymiz. 4-savolda javob 100 gradus bo'ladi. Endi keyingi savolga qaraymiz. 5-savol. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 24 gradus katta. Shu qo'shni burchaklardan kattasini toping dedi. Deylik, qo'shni burchak hosil bo'lish uchun ikkita to'g'ri kesishgan bo'lishi kerak. Shunda qo'shni va vertikal burchaklar hosil bo'ladi. Bittasi burchagini x deb belgilasak, uni qo'shnisi 20 gradus katta, 4 gradus katta, ya'ni x plus 24 bo'ladi. Qo'shni burchaklardan 180 ekanligidan x ga x plus 24 gradus qo'shsak 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Shunda 2x teng 180 dan 24 ni ayirsak 156 gradus bo'ladi. Endi 156 gradus bo'lsa x topsak 78 gradus bo'ladi. 78. Endi bu burchagim kichigi kattasini top degan. Kattasini topish uchun endi 24 qo'shaman. 78 ga 24 ni qo'shadigan bo'lsak 102 gradus ekan. Demak, javob deymiz. Kattasi necha gradus desa 102 gradus deb javob berishimiz kerak. 5-savolda. Endi keyingi savolga qaraymiz. 6-savol. Soat 2:44 ni, ya'ni 2 dan 44 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Soatning daqiqa va soat millari hosil qilgan burchakning kichigini toping. Demak, dastlab qoida yozib olamiz. Qoida soatning soat mili 1 soatda 30 gradusga, 1 minutda 0,5 gradusga buriladi. Ya'ni 0,5 gradusga buriladi. Soatning minut mili soatning minut mili 1 minutda 6 gradusga buriladi.
Xo'p, endi bizda berilgan soat 2 dan 44 daqiqa o'tganda soat va minut mil orasidagi burchakning kichigini toping degan. Dastlab soat mili 2 soatda 30 gradus buriladi, 30 gradusdan plusdan 44 daqiqaga 44 minutda yarim gradusdan buriladi. 2 soatda 60 plus 44 ni 5 ga bo'lsak 22 gradus qo'shsak 82 gradusga burilar ekan soatning soat mili. Endi esa minut mili. Minut milimiz 44 minutda 6 gradusdan 200 ko'paytirsak 240 24 264 gradusga buriladi. Endi orasidagi burchakni aniqlash uchun alfa deymiz. Bu burchaklar farqini topamiz, ya'ni ayirmasini modulda. 264 dan 82 ni ayirsak, ular orasida burchak kelib chiqadi. 264 dan 82 ni ayirsak 182 gradus kelib chiqyapti. Demak, bu ular orasida burchakning kattasi bo'ladi. Kichigini topish uchun 360 dan ayirib tashlaymiz 182 gradus. Shunda 178 gradus bo'ladi. Bu bizda kichigi. Ya'ni soat va minut mil orasidagi burchakning kichigi 178 gradusga teng deymiz. Bizdan hosil bo'lgan burchakning kichigini toping degan. Javob 178 gradusga teng deymiz. Mana bu ko'rinishda hisoblab qo'yishimiz kerak. 6-savolimizni. Endi keyingi savolga o'tamiz. Soat va daqiqa millar orasidagi burchak 45 gradus ekan. Demak, alfa berilgan bizda 45 gradus. Daqiqa mili 6 da turgan bo'lsa, soat qaysi vaqtni ko'rsatayotgan bo'ladi debdi. Xo'sh, endi qoidalarni eslab olamiz. Qoidalarimiz qanaqa edi? Soatning soat milidan boshlaylik. Soat mili 1 soatda 30 gradusga, 1 minutda esa 1 minutda yarim gradusga buriladi. Xo'p, soatning minut mili. Soatning minut mili 1 minutda 6 gradusga buriladi. Demak, mana shu qoidalar asosida ketamiz. Endi daqiqa mili 6 da turgan bo'lsa debdi. Xo'p, 6 da turgan bo'lsa, deylik, o'sha vaziyatda soat mili qanday turibdi desak, soat mili. Soat nechchidadir turibdi, bilmaymiz. Uni x deymiz va 30 gradusga burilgan. Plusdan 6 da turgan bo'lsa, bu 30 minut yurgan yarim gradusdan. Shunda soatning soat mili 30x plus 15 burchakni ko'rsatyapti. Endi minut milini ko'ramiz. Minut milini topish uchun 6 da turibdi deyapmiz, ya'ni 30 minut yurib turibdi 6 gradusdan, bu 180 gradusni burilgan. Endi orasidagi burchakni topish uchun dedik. Orasidagi burchakni topish uchun, alfani topish uchun ayiramiz. Deylik, yo soatning soat milidan, ya'ni
30x plus 15 dan ayiramiz 180 ni. Modulga olib qo'ygan sababi qaysi musbat, qaysi manfiy bilmaymiz. Demak, 45 teng deyman. Modulda 30x plus minusdan bo'ladi 165 ga. Endi modul tenglama. Modul tenglamani yechish uchun bir marta musbatini ochamiz. 45 ga tenglayman. Bir marta manfiy. Minus 45 ga tenglayman. Endi 30x teng 210, x teng 7 bo'lar ekan. Birinchi yechim. 30x teng 120, x teng 4 bo'lar ekan. Endi savolda vaqt qaysi vaqtni ko'rsatyapti desa, javobga yozamiz. Javob ikkita vaqtni ko'rsatyapti. 7:30 yoki 4:30. Mana shu ikkita vaqt bo'ladi. Javob 7:30 ni yoki 4:30 ni ko'rsatayotgan bo'lsa, soat va minutlar orasida burchak 45 gradus bo'ladi. Demak, bu bizda 7-chi savolimiz. 7-chi savol mana shu shaklda ishlab qo'yishimiz kerak. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-chi savol. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan 3 ta ichki almashuv burchaklarining yig'indisi 290 gradusga teng. 4-chi almashuvchi burchakka qo'shni bo'lgan burchakning gradus o'lchovini toping debdi. Xo'p, deylik, ikkita parallel to'g'ri chiziq berilgan. Uni 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesganda ichki almashuvchi burchaklar, ichki almashuvchi burchak desak, mana shu burchaklar nazarda tutilyapti. 4 ta burchagimiz. Endi bittasini alfa desak, ikkinchisini beta desak, bu alfa, bunisi beta bo'ladi. Xo'p, endi ma'lumotlarga ko'ra bizda 3 tasini yig'indisi berilgan deylik. 3 tasi desam, beta, alfa, beta. Mana shu uchalasining yig'indisi berilgan deylik. Ya'ni beta, alfa, betalar yig'indisi 290 ga teng deymiz. Alfaga betani qo'shsak, bular qo'shni bo'lib turibdi 180 gradus. Yoki ichki bir tomonlilar yig'indisi ham 180 deb aytishimiz mumkin. Bu ham o'rinli, chunki bular parallel. Mana bu A to'g'ri chiziq, B to'g'ri chiziq desak, bu yerda A, B ga parallel shart bor. Xo'p, shunga ko'ra ikkinchi tenglikka ko'paytirib yuborsam, 2 alfa plus 2 beta teng 360 gradus bo'ladi. 2 beta plus alfamiz 290 gradusga teng bo'ladi. Endi shu sistemani ayirib yuborsam, bizda alfa kelib chiqadi. Alfa. Xo'sh. 70 gradus. Alfa 70 gradus bo'lsa, betamiz 110 gradusga teng bo'lar ekan. Endi uni qo'shnisi bo'lgancha. Endi savolga qarang. 4-chi almashuvchi burchak, 4-chi almashuvchi burchak mana bu alfa edi. Bo'lgan burchakka qo'shni bo'lgan burchakning gradus o'lchovi birligini top degan. 4-chi almashuvchi burchakka qo'shni bo'lgan burchakning gradus o'lchovi yo bu betani aytishimiz kerak. Yoki bunisi ham beta bo'ladi yo bunisini aytishimiz kerak. Baribir betaga teng bo'ladi. Demak, 4-chi almashuvchi burchakka qo'shni bo'lgan burchagimiz 110 gradus deymiz. Javob degan paytda 4-chi almashuvchi burchakka qo'shni bo'lgan, ya'ni ichki almashuvchi burchakka qo'shni bo'lgan burchakning gradus o'lchovi 110 gradusga teng bo'ladi deymiz. Bu bizda 8-savol. Endi keyingi savolga qaraymiz. 9-savol. Rasmda berilgan ma'lumotdan foydalanib x ni toping debdi. Bunda AB bilan D parallel. Demak, parallellaga bor ekan. Buni yechish uchun D ni davom ettiramiz. Ya'ni 7 ni davom ettiramiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni
D tomonga davom ettirsak, bizda M ko'rinishidagi burchaklar hosil bo'lyapti. Ya'ni M deganim A, B, C, D. Ya'ni mana bu yerdan qandaydir F nuqta olsak, mana shu M ko'rinishidagi burchaklar. M ko'rinishidagi burchaklarda 30 gradusga mana shu yerdagi burchakni qo'shsak, bizda 75 gradusga teng bo'lishi kerak. Buning uchun CDF burchagimiz 45 gradus bo'lishi kerak. 45 ni qo'shsak, shunda 75 ga teng bo'ladi. Bu M ko'rinishidagi burchaklar qoidasi. Endi x topishim uchun x ga 45 ni qo'shsam 180 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan x teng 135 gradusga teng deymiz. 9-savolda x'imiz 135 gradusga teng bo'ladi. Endi keyingi savolga qaraymiz. 10-savol. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib x ning qiymatini toping deydi. Demak, bu yerda ham burchaklar 30 gradus bor ekan, uni qo'shnisini topsak 150 gradus bo'ladi. 40 gradus bor, uni qo'shnisini topsak 140 bo'ladi. Endi bu yerda 150 gradus, 110 gradus x ni va 140 larni qo'shsak 540 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu ham qoida. Endi 150, 110, 140 lar qo'shsak 400 gradus bo'ladi. Plusdan x teng 540 ga. Bu yerdan x topsak, x'imiz 140 gradusga teng bo'ladi deymiz. Mana shu ko'rinishda ishlab qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda ba'zi qoidalarni aytib o'tib ketamiz. Masalan, ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu parallel to'g'ri chiziqlarimizdan burchaklar berilgan deylik. Mana bu shaklda. Xo'p, endi burchaklarimiz bu A, B, C, D bo'lsa, mana shu 4 ta burchakning yig'indisi A, B, C, D larning yig'indisi 540 gradusga teng bo'lishi kerak. Aniqroq teng bo'ladi. Mana shu qoidaga asosan 10-savol ishlab qo'ydik. Xo'p, demak bu bizda geometriya bo'limimizning birinchi mavzusi, ya'ni burchaklar mavzumiz edi. Oxirgi savoli. Xo'sh, 10-savolda demak javob 140 bo'ldi, x burchagimizning qiymati. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'lingizlar.